Sotiladigan uylar son mingta, lekin siz orzu qilgan, siz xohlagan uy chiqmayaptimi? Bo'lmasam siz ta'mirtalab uy olishingiz kerak. Men sizlarga xuddi shunaqasini topib qo'ydim. Adresimiz Kirgilida, Uglovoy veranda, 3-etaj. Lokatsiyamiz rosa ham zo'r joyda, Svetlanada joylashgan. 2 xonali uyimiz. Mana hozir endi ta'mirni boshlashgan. Devorlarni o'tib qilishgan, akvaplast romlari qo'yishgan. Mana bu konturni ataplarni qo'yishadi, eshiklarni ham yaxshisini qo'yib berishgan. Mana 2 xona, 3 xonaga o'zgartirishyapti. Verandasiga mana ustalar ishlashyapti. Verandasiga polni oshxonani olib chiqishar ekan. Bu uyni videoga olishimdan sabab aynan sizlar shuni olib turib, shu holatda olib, o'zlaringni orzularingni, didlaringni qilib remont qilsalaring ham bo'ladi. Shu maqsadda men sizlarga ko'rsatyapman buni. 3-xonamiz, ya'ni bolalar uchun yotoqxona qilishyapti. Mana hamma shart-sharoitlari bor Kirgilida, bilasizlar. Suv ham sovuq, suv ham, gaz ham, svet ham yaxshi. 3-xonamiz, mana sanuzelimiz. Svetlari yo'q ekan. Endi rozi bo'lasizlar qolganiga. Xo'p, mana shu holatda $19,000 berishar ekan. Oxirgi narxi tayyor remont qilib $24,000 berishar ekan. Yana bemalol kelishsalaring bo'ladi. Quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar, batafsil ma'lumotni berib, o'zini xohishidagi remont qilaman deganlarni bu videoni tirs jo'natib berasizlar.